Assalomu alaykum do'stlar. Biz davom etamiz. Ikkinchi mavzuni, ikkinchi qismini, ya'ni o'tgan darsimizda biz birinchi qismni o'tib ketgan edik. Hop, ikkinchi mavzuyimizni boshlaymiz. Ikkinchi mavzuning ikkinchi qismi. Va bizda darhol grammatikadan boshlanyapti. O'ylaymanki, avvalgi darsni ko'rdingiz, mashqlarni bajarib, grammatikalarni ko'rib, so'zdan yodlab keldingiz. Hop, bizdan keyingi grammatikamiz nima beryapti? Chuseyo grammatikasi beryapti. Chuseyo oddiy bering deb yodlab olsangiz bo'ladi. Bering. Aa, Aslida buni kelib chiqishi bunaqa bo'lgan. Cho'da degan fe'l bo'lgan, ya'ni bermoq degan. Keyin bizga buyruq shaklida iseyo degan grammatika bo'lgan. Mana shunga tuslangan bu chuseyo bo'lib. Shunda bering bo'lib ketgan. Siz buni qiyinlashtirmalikda chuseyoni oddiy bering deb bilib oling. Ya'ni buyruq shaklida. Chuseyo bering. 23 audio eshitishimiz shart. Bizda nima deyapti? Chek chuseyo. Kitobni bering deyapti. Yo'g'isa mana marhamat deb. Kopi chuseyo. Kofe bering. Shinmunchom chuseyo. Gazeta bering degan. Mana chom turibdi-yu. Biroz degan ma'noda keladi, lekin bu yerda iltimos ma'nosi keladi. Misol uchun ingliz tilida please deydi-yu. Koreys tilida mana shu chom bo'ladi. Shinmunchom chuseyo degani, ya'ni gazeta berib yuboring deb turib. Iltimos ma'nosida berildi. Ya'ni buyruq emas, orasida iltimos bor. So'rashda ham. Shuni unutmaymiz. Oddiy grammatika, oddiy bering. Otlarga qo'shiladi. Faqat otlarga mana noun turibdi, mana otlarga. Chivga cho'mchuseyo, nima deyapti? O'chirgichni bering deyapti. Yogisa, mana marhamat deyapti. Chomni hozir aytib o'tdik, ya'ni please degan ma'noda keladi. Hop, mana bu yerda bizga so'zni berib ketgan yogisa. Mana marhamat. Copy degani, coffee degani, chom degani, please. E'tibor bersak, o'tgan darsimizda kamera so'zi chiqdi. Ingliz tillarida, ya'ni kamera degan. Endi copy, coffee degan. Ya'ni koreys tilida juda ham ko'p so'zlar, ya'ni ingliz tilidan kirib kelgan so'zlar ko'p. Misol uchun biz o'zbek tilimiz, arab tilidan kirib kelgan so'zlar ko'p bo'lgandek, bularda ham ingliz tilidan kirib kelgan so'zlar ko'p. Aa, Misol uchun keyingi grammatika o'tamiz. Mana hozir mana cola turibdi. Mana shu cola degani cola degan, ya'ni ingliz tilidan kirib kelgan so'z shu. Keyin grammatikamiz o'tamiz. Bu ham otga qo'shiladi. Na turibdi. Noun, ya'ni hago, yana ot, mm, va gva. Bu qanaqa grammatika deydigan bo'lsak, gap bog'lovchi qo'shimchalar, ya'ni otlarni bir-biriga bog'laydi. Bilan va deb tarjima qilsak bo'ladi. O'zbek tilida gap bog'lash. Misol uchun, kofe bilan kola, do'stim bilan men, otam hamda onam deysiz. Otam va onam. Ustozim hamda men. Deyishingiz mumkin. Ya'ni ikkita otni bir-biriga bog'layapsiz. Mana shu, xuddi shu grammatikani gap bog'lovchi qo'shimchalari. Onil deysiz, misol uchun. Pumonim degan nima degani? Pumonim degan ota-ona degan. Pumonim hago degan ota-onam bilan degan ma'noda keladi. Ota-onam bilan birga. Onil pumonim hago kachi. Sanekayo. Toqqa boraman. Hali biz fe'llarga kelmadik. Endi misol bu ham. Boshqacha misollardan, oddiyroq misollardan tuzadigan bo'lsak, hozirgi o'rgangan grammatikalamizdan. Misol uchun, chek kitob dedik-a. Chek hago polpen nima edi? Ruchka degani. Polpen. Polpen polpen chuseyo, ya'ni bering. Hozir o'rgandik. Ana chek hago polpen chuseyo. Ya'ni kitob bilan ruchka bering degan ma'noda keladi. Polpenni mana bu shaklda yozadi. Polpen chuseyo. Hop.
Va gva ham xuddi shunaqa. Va o'z-o'zidan tarjimasi va turibdi. Misol chekka desangiz bo'ladi. Hmm, chekka. Chekka deb yozsangiz bo'ladi. Va gvada faqat bitta tomoni bor. Ya'ni bunda unli undoshga qaraydi. Misol uchun, hakseng so'zi undosh oxiri undosh bilan tugaydi. Shuning uchun gva ishlatamiz. Lekin omoni, ya'ni ona so'zida oxiri i, ya'ni uli tugaganicha va ishlatamiz. Hagoda farqi yo'q, uli undoshni farqi yo'q. Mana shu tomon. Omoni va aboji. Otam hamda onam. Ota onam degan ma'noda keladi. Hakseng va so'ngshengning. So'ngshengning. O'quvchi bilan ustoz degan ma'noda keladi. Bilan va'da tarjima qilib ishlasangiz bo'ladi. Buni farqi nimada? Hago bilan va'ni deydigan bo'lsak, buni bitta farqi bor. Hago grammatikasi kundalik suhbatlarda ishlatamiz. Ilsan senhvalda. Ilsan senhval degani nima degani? Ilsan senhval degani kundalik hayot degani. Ilsan senhvalda gapirishda, ya'ni maragida ko'p ishlatamiz. Vagvani qayerda ishlatamiz odatda? Vagvani biz rasmiy joylarda ishlatamiz. Ya'ni rasmiy matnlarda qil deydi, ya'ni oddiyroq qil, ya'ni qil degani hikoya yozishlarda siga yozishsa inshaalloh yozayotganingizda hago bilan hech qachon yozilmaydi. Vagva bilan yoziladi. Ya'ni har bir tilda, ya'ni suhbatlashadigan so'zlar, grammatikalar alohida, matnda hamda kitobda, insholarda yoziladigan grammatik so'zlar alohida alohida ishlatiladi. To'g'rimi? Buni hamma bilsa kerak. Mana shu vagva biz kitoblarda ko'ramiz hamda shu yozishda ishlatamiz. Shu farqi bor. Lekin gapirsangiz ham xato bo'lmaydi. Lekin tabiiyroq chiqishi uchun man hago ishlatganingiz ma'qul. Biz misollarga yuzlanamiz. Chivga hago yo'npilchisi nima deyapti? O'chirg'ich bilan qalam bering deyapti. Mana hago mana bu yerda kelyapti. Ne yogisa mana marhamat deyapti. Kolla hago chusiga issa. Jusiga issa. Kola bilan sharbat bor deyapti. Polpen hago ko'ngchek chusayadi. Nima deyapti? Ruchka bilan daftar bering deyapti. Chivga va yo'mpiri issa. Chivga va yo'mpiri issa deyapti. Nima deyapti? O'chirg'ich bilan qalam bor deyapti. Hakseng va so'ngsengni mimnida. O'quvchi bilan ustoz deyapti. Hozirgi ko'rib chiqqan narsalarimiz. Mana bu yerda bizda so'z berib ketyapti. Kola degani kola, juicy degani sharbat, cotton candy degani transport kartasi, Fiji degani salfetka, mul degani suv degani. Bizda maragi ikki, ya'ni ikkinchi dialog. Buni eshitishimiz oldin 25 trackka bitta eshitib olishimiz kerak. Ya'ni talaffuzni shunga moslashimiz kerak. Nima deyapti? Ajimone bilan Julian suhbat ekan. Ajimone aytyapti. Ososayo, xush kelibsiz deyapti. Shinmun isayo, gazeta bormi deyapti. Ne isa, ha bor. Keyin aytyapti. Hanguk Shinmunago Nara Shinmun isayo. Ya'ni aytyaptiki, Koreys gazetasi bilan Nara Shinmun degani boshqa davlat gazetasi bormi degan ma'noda kelyapti. Bormi deyapti. Hanguk Shinmun isayo. Ajibone aytyapti ekan. Ha bor. Koreys gazetasi bilan shu chet el shu gazetalar bor deyapti. Julian aytyapti. Hanguk Shinmun chusa, ya'ni Koreys gazetasini bering deyapti. Ne yo'q isayo. Mana marhamat degan ma'noda beryapti. Qisqa suhbat, siz o'rgangan grammatik so'zda qatnashgan. Bizda yana lug'atlar beryapti. Lug'atlarimizni, so'z boyliklarimizni oshirib boradi birma-bir. Ososayo, xush kelibsiz. Sagva olma, orange apelsin, yonghua degani kino, kompyuter, uyu sut, banana banan, talgi degani qulupnay degani. Bizda mashq beryapti. Ya'ni endi bu eshitib bajaradigan mashqlarimiz.
Birinchi audioda nima deyapti bizga? Chal titko yo'ng'arasiya, titki birda. Yashlayishni belgilang deyapti. Ya'ni siz bilan biz o'rgangan igonin, kgonin, chogonin degan grammatikalarimizni audiosini ko'ryapsizmi? Bu, u, ana u. Ya'ni mana bu yerda bu narsa stul desa yoki ana u narsa parta deydigan bo'lsa, nima qilamiz? Belgilaymiz. Misol uchun, birinchisida, birinchi audio mana bunda. Ana u narsa partada siz chizasiz yoki bu narsa stulda chizasiz. Xuddi shunaqa. Ya'ni sizni eshitish qobiliyatingizni rivojlantirib boradi. Mana bu yerda bizda so'z televizion degani, televizor degani. Bizda ikkinchi audio mashqi titki 2. Yaxshilab eshitib, to'g'ri javobni tanlang deydi. 27-chi audio. Chuseyo dedi. Nimadir bering deydi. E'tibor bering bu yerda. Notebook, lug'at hamda notebook hamda lug'at. Misol uchun kompyuter bering desa nima bo'ladi? Kompyuter o'zi bo'ladi. Ha, bu yerda bir marta o'qiydi. Bir marta o'qiydida ikkita savolda javob topishingiz kerak. Misol birinchi savolda nima berishini tanlaysiz. Ikkinchi savolda nima deyapti? Mogaysa, modu ko'rsa nima bor? Hammasini tanlang deyapti. Bu yerda 3 xil jurnal. Mana yaponskiy jurnal, boshqa angliyskiy jurnal, ya'ni chet el jurnali, hamda mana koreyskiy jurnal turibdi. Shulardan tanlashimiz kerak. Ya'ni oldin eshitsak o'zi bilamiz nima haqida gap ketayotgan. Hop bizda endi o'qib yozish mashqlari bor. Mana bu Stevenning blogi ekan. Mana shu Stevenni xonasi haqida aytibdi. Hozirgi o'rgangan grammatikalarimizni qo'llab yozgan mashqi. O'qiymiz hamda bu yerda ikkita savol turibdi. Birinchisi Mogaysa modu ko'rsa nima bor hammasini tanlang deyapti. Biz matnni o'qisak bilib olamiz nima borligini. Ikkinchisi manning go'sul ko'rsa to'g'ri javobni tanlang deyapti. Ikkita variant turibdi, to'g'risini tanlaymiz. Mana bu yerda bizga so'zni berib ketyapti. Seoul Tokyo, Seoul universiteti, ya'ni Seoul Milliy universitet degani. Che degani mening degani, pang degani xona degani, chimda degani krovat degani, Nenjango xolodilnik, Lummeyt ya'ni xonadosh degan ma'noga keladi. Endi bizda yozadigan mashqlar, ya'ni sigi. Sigida endi siz Julang blogidan namuna olib o'zingizni blogingizga yozasiz. Hozirgi mana so'zlar. Aytyapti. Sizni xonangizda nima bor? Xonangizda bor buyumlarni belgiga qo'ying deyapti. Masalan, kravat bormi? Chimda bor. Cheksan parta bor deydi. Eokon konditsioner bor. Kompyuter bor. Ija bor. Televizor yo'q. Nenjangi xolodilnik bor. Meni muzlatgich bor. Undan tashqari yana sizda bor bo'ladigan buyumlar bo'lsa, mana bu yerga o'zingiz yozib qo'yasiz, deyapti. Mana shu so'zlar ishlatib, Julian blogidan namuna olgan holatda o'zingizni xonangizni tasvirlab yozib berasiz, deyapti. Mana bu yerda eokon turibdi, ya'ni konditsioner. Mana bu yerdan bizda so'z turibdi. Uri degani biz degani ma'noda keladi. Biz. Bu yerda bizda talaffuz mashq turibdi. Yoshlar mana 28-audioni eshitamiz. Nimani talaffuzini ko'ramiz. Mana bu yerda qoida turibdi, ya'ni talaffuz qoidasi. E'tibor bering, shigye, ya'ni ye bilan tugayapti oxiri, ye mana. Ye harfi bilan. Lekin talaffuzda nima bo'ladi degandim bir darsi boshida. Ya'ni k bilan ye bilan tugadigan so'zlarni biz yeni nima talaffuz beramiz? Talaffuz beramiz. Shunda ke bo'ladi. Shige bo'ladi. Piye turibdi. Ya'ni p bo'lyapti. Ye ega talaffuz o'zgarib ketyapti. Chihe emas, chihe. Talaffuzi he bo'lyapti. He emas. He bo'lyapti. Ya'ni o'zgarib ketyapti. Aytyaptiki, mana bu yerda k, p, h harflaridan keyin birga y harfi kelsa u k, p, h o'qiladi mana.
K bilan keldi, P bilan keldi, H bilan keldi mana. K, P, H o'qiladi. Talaffuz bo'ladi. Shige demas, shige, shige deb aytiladi. Mana bu yerdan bizni ham mashq turibdi, bajaramiz. Mashq emas, ya'ni talaffuz mashq turibdi. Eshitib takrorlaymiz. Mana bu yerda chagi piyonga, ya'ni o'zini baholash, ya'ni siz so'zlarni qay darajada yodladingiz, grammatikani qay darajada tushundingiz, shularni bajarasiz. Hamda oxirisi rasm qarab gap tuzarkansiz. Hop, shular bilan bizda ikkinchi mavzu yakunlanadi. E'tibor bersak, kitobda nima bo'lyapti? Birinchi so'z boylik kelyapti, lug'atlar beryapti, keyin grammatika o'rgatyapti, mashqlar beryapti, audio mashqi, yozish mashqi, o'qib eshitish mashqi hamda talaffuz mashqi beryaptida. Undan keyin har bitta matnda bizda lug'atlarni ham berib ketyapti alohida alohida. Undan tashqari bizda workbook ham bor. Workbook ichida ham so'zlar chiqadi. Ana shularni yodlab ketamiz. Shuning uchun birani student book, workbookni birga bajarib kelsa bizda ancha yaxshi o'sish bo'ladi. Workbookga qaytadigan bo'lsak, mana bugungi o'tgan misol Chuseo grammatikamizga mana kavi turibdi. Kavi Chuseo, ya'ni qachini bering deyapti. Chuseo bilan Hago va grammatikalarimizni mashqlar turibdi. Bajaramiz. Workbook albatta bajaramiz. Aa, har bitta ikkita mavzu tugagandan keyin mana bu tartiblash beradi workbookda. Chongnihagi, ya'ni tartiblash. Misol so'zlardan, ya'ni birinchi mavzu so'zlar, ikkinchi mavzu so'zlar workbook. Birinchi mavzu grammatikalar hamda ikkinchi mavzu grammatikalar. Keyin shu ikkita mavzuga aralashtirilgan mashqlar bor. Shularni bajarasiz. Ya'ni mustahkamlash mashqlari. Ikkita mavzu o'tibsiz. Endi mana shu ikkita mavzudan mustahkamlash mashqlarini beradi. Shularni bajaramiz. Mana bu yerda ha, yana bitta aytadigan narsasi test. Butun mashqlarni bajarib bo'lgandan keyin bizga test beradi. Mana titki. Eshitasiz 14-chi audio. Sa, cha, pa deydi. Qaysidir ya'ni talaffuz yaqini shuni belgilashdi. To'rtdan o'ngacha yaxshilab eshitib javobini tanlang deb. O'zi aytib ketadi. Nimadir gapiradi, o'zi birga mana shu bo'ladi, ikkiga shu bo'ladi deyishi mumkin. Shunda to'g'risini tanlaymiz. Siz eshitsangiz tushunib olasiz. Birdan 13gacha ham audio. Keyin bizda mana 16-20gacha. Man nimaga workbook tavsiya etaman? Shuni aytib ketay. Ya'ni workbook kitobi sizni o'zi ham karasini o'rgatibgina qolmasdan TOEFL imtihoni tayyorlashni boshlaydi. E'tibor bersak, TOEFL bir imtihonida, hozir bu boshlang'ich koreys tili mana bira. TOEFL bir imtihonda mana shu savol tushadi. Ya'ni yoginin odimniki, ya'ni bu yer qayer? Ya'ni suhbat bo'lyapti, qayerda gaplashyapti? U dorixonadami, mehmonxonadami, kasalxonadami gaplashyapti? Shuni topishingiz kerak. Mana shu savol TOEFL 1da tushadi, audio qismida, titki qismida, listening qismida. Mana bu ham xuddi mana shu ham tushadi. Ya'ni adashmasam TOEFL 1da 18dan boshlanadi. Mana shunaqa savoldan 5ta bor shu savolda. Xuddi shu tushadi. Ya'ni sizni TOEFL testga tayyorlab boradi o'zi. 2gacha, ya'ni 1 2ni o'rganib bo'lguningizcha siz TOEFLga 60-70% tayyor bo'lgan bo'lasiz. Tayyor bo'lib bo'lgan bo'lasiz. 2gacha tugatib turib, ozroq o'qib, 1 oy yaqin tayyorlansangiz bemalol 2 daraja olishingiz mumkin. O'shaning uchun workbook juda ham kuchli tavsiya etiladi. Keyingisi audio testdan keyin bizda ham o'qib, ham yozish mashqlari mana. TOEFL 1 testlaridagidek tushadi bunda ham. Mana savollar yozib qo'ygan, hammasini topsangiz bo'ldi. Mana shular ham TOEFLda tushadi, ya'ni noto'g'ri javobni tanlang deyapti. E'tibor beramiz. Matchaning bo'lsa ko'rsatadi. To'g'ri bo'lmaganini tanlang deyapti. Mana shu ma'lumotga to'g'ri kelmaganini. Aa, mana bu yergacha bizda o'qish testlari edi. Endi bu yerdan yozish testlari. Namuna berib ketgan. Namunadek yakunlaymiz. Oxirida mana bu yerda ham
bizda yozilgan mashq turibdi. 한국어 교실에 누가 있어요? 어느 나라 사람이에요? 반 친구들에 대해 써보세요. Koreys tili sinf darsingizda kim bor? Qaysi davlatdan u? Guruhdosh do'stlaringiz haqida yozib ko'ring deyapti. Mana bu yerda namuna beryapti. 한국어 교실이에요. 나나 씨와 줄리앙 씨가 있어요. 나나 씨는 중국 사람이에요. 학생이에요. shunaqa namunadan uzaytiribroq yozasiz. Shu bilan yakunlanadi. Shu bilan bizda yakunlanadi. Ya'ni workbookda har ikkita mavzudan keyin bizda mustahkamlash mashqlari hamda testlar bor. Albatta qilaylik. Shu bilan sizlar bilan ikkinchi mavzuyimizni yakunladik. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.